Assalomu alaykum, Forvesh qo'zlari. Akalar, bugun chislar 2026-yil 3-aprel. Mana juma kunda video qo'yamiz. Sizlar uchun Qirg'izistondan kelgan akalar, Bishkek shahridan akalar, shu bo'g'ozimni sotiladi akalar. Qirg'iziston ochilgida kelgan 8 oyga to'ldi akalar. Xo'p, shu molimiz sotuvga chiqyapti. Akalar, bu molimizni kuragi 8 kurak. Bo'yi 1.32 sm. Mana eng qiziq akalar, ishonchli, sog'lom mol. Xo'p, shu molimiz sotiladi. Xo'p, molimiz akalar narxlari akalar 38 million so'm. Kelishamiz. Manzilimiz Namangan shahar. Shu Samarqand Safxoz degan joyda. Bemalol shu ekranda qo'yilgan telefonlar qilib, TVS kelib, yo'qtirib olishingiz mumkin. Eng qiziq akalar, ishonchli, kafolati bor. Mana hamma yo'q butun akalar, shu molimiz sotiladi. Mana TVS kelib, yo'qtirib olishingiz mumkin. Mana akalar, yog'ishda so'raganlar bormi? Mana. To'ti so'skasi butun, mana. 8 oylik bo'g'oz, mana. Mana hammasi ishlaydi. Eng qiziq akalar, molimiz yo'vosh. Mana. Yelinlashni ham boshlabdi.